sentyabrda Londonda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi qurildi. Buni dunyoga tanilgan advokat Jeffrey Nice qurdi. Bu qurulishda Dünya Uyghur Kulübü'nün təşəbbüsü Reis Dolpinesa və iltiması bilan quruldu. Sotның məqsədi Xitayının keyingi vaqtda 2016 yıldan beri Uyg'uristonda, Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini mustaqil betaraf tekshirish va sud o'tkazish. Biz Uyg'urlar dalil faktlar asosida Xitoyning Uyg'uristonda Uyg'ur millatini millat sifatida yo'q qilish qaratilgan siyosat deb irqiy qirg'inchilik deymiz va xalqlarda ko'plgan davlatlarning oliy rahbarlarigacha xalqaro advokatlar irqiy qirg'inchilik deydi. Ammo bu sud mustaqil betaraf asosida yarım yıldan keyin 7-8 aydan keyin Londonda sud o'tkazib qarar aldı. Qararını Birleşken Devletler Teşkilatı'na, devletlerge, xalqaro tashkilotlarga berdi. Sudning qarori nihoyatda muhim. Bu betaraf nihoyatda tanilgan odamlar tarafidan xalqaro qonunshunoslar tarafidan, sudlar tarafidan o'tkazildi. Buning ahamiyati mana shuningdir. Shundaqla Uyg'ur masalasiga nihoyatda foydali. Agar bu sud mashunda Xitoyning siyosatini, haqiqiy siyosatini betaraf sud orqali irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilsa, u vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyni Gaagdagi sudga tortish majburiyati paydo bo'ldi. Va boshqa masalalar. Buning uchun biz sobiq Sovet ittifoqi territoriyasidagi mustaqil davlatlarda yashaydigan Uyg'urlar, Qozoqlar, umuman Xitoyning ta'qiblash, zo'rlik, zo'mbuluğu duch bo'lganlar ikki narsani qilishimiz kerak. Birinchi, moddiy pul yordam berishimiz kerak sud o'tish uchun. Hozircha hisoblaganda 400 mingdan ortiq dollar kerak. Qo'sqin açdımı? Yanchig'ingda puling qolmadimi? Ha, divani tilab kunab qilib, endi ma tilay desan kirmay, endi ma banani o'ydirib chiqadingmi? Bütün dunyoni so'raydigan Amerika qilmay arzini u nimaga qildiganga qanday bir aqli yo'q odamga u dunyoni so'rayotgan Amerika tursa, hey, pul onasını satadigan, xotinini, singlisini, qizini satadigan, yine anangni, ochangni, hamma xonachangni setib bo'ldi Xitoyga. Ha? Endi qolgan shu qizing bilan xotining qoldi. Sen pulni-chu qara, xotiningni, qizingni satsa. Xotining pulga yaramasa, qizingni satishda yanmaysa, sen pul desa. Sen shundoq bir inson ekansanki, insonmi senda ko'rmaydi? Sen inson değilsen. Men sana dey. Ha? Mushada numus qilmay aran jinni beqiyotgan millatga nima deb mushuni chiqarg'in keldi? Qaysi og'zing bilan? Ha? Qaysi aqling bilan? Aqling ko'ttinga kelib qoldimi yo seninki? Beshingga kelmay. Voy pulni onasini sotadigan so'lamchi. Men og'zimni bo'lsam, men mushunda tillayman. Biz so'lamchi bo'lib ketdik. Chunki biz amma xonachimizni, ochimizni, singlimizni so'lab beryapmiz Xitoyga. Mayada turib. Angladingmi? Sen, men so'lamchi hozir. Ha, so'lamchi desam, yama ig'i kelib ketmisin. Hammamiz so'lamchi bo'lib ketdik. Chunki bizning hamma ochimizni, singlimizni Xitoy so'lab yetyapti. Ha? Gapning saatini qilmoqchi edim yana. So'lab yetyapti Xitoy. Endi yana nimaga pul yig'sa? Hey, sen Uyg'ur uchun xizmat qildi ekansan, Uyg'ur xalqing uchun xizmat qildi ekansan, sen ma'rif darnigi, nozugum, yana biring. Ha? Matdi qilib ketgan 7 yerdan 8 yerdan uyi va do'konlari va sharafsizlar. Nimish qilishmaysa shuni? Ha? Sen bir qilib baqa, setib baqa bir millating uchun bir uyangni. Setib baqa 4 qavatlik binoringni setib baqina. Nimish qilanmaysa millating uchun? Yani milletin üçün xalqdan pul yig'sa. Qaysi yuzing bilan, sening yuzing bormi? Senda yuz degan narsa bormi, yo'qmi inson?
Odamning qo'lidan tushgan bo'lsang, sen bir inson bo'lasan. Hayvonning qo'lidan tushgan bo'lsang, sen bir inson bo'lmaysan. Qaysi yuzing bilan daysan? Haqiqat ish qilib, haq ish qil deb baqa. Kim bermaydiki? Qenimni setib bo'lsin berma. Sen nima qilganga beramiz? Ha? Turkiyadan 8 yerdan uy ilib oldi, 10 yerdan dukkan ilib oldi deb beramdiqmi? Hey, bütün Avrupadan yig'iyotsa, uning yig'imiz, buning yig'imiz deb biz Uyg'ur xalqini shunchalar dötmi ko'rib qoldik. Biz shunchalar dötma, shunchalar aqlimiz yo'qmi? Biz shunchalik aqlsizmi? Sen qachonqacha bizni chelib o'ynaysan? Qachonqacha bizni setib o'ynaysan? Qachonqacha? Buningdagi Uyg'urlar sen haqqa mayli dernek olsun, qurultay olsun, nim bo'lishdan qat'iy nazar bir mo'chen sinit pul yo'q. Tağanda sana o'xshash aqli qo'ng'i chiqib qolganlar yig'imiz bermasa, ma bizning aqli o'sha joyida, ma oshnon yeb, halol bizmi yeb, cho'nglayotgan, büyüyotgan insonlar sana bir sint vermaydi. Bilib ol. Esingda ching tut. Sen buningdan ikkinchilab yana ma pul tilayman deb pul to'g'riliq so'zlab qolma. Hey, nomus qilishmamsa 150 ming dollarni senin qurultaying chiqirdikan ajab 6 odamga 4 odamga 6 ming 10 ming dollarni chiqaramapti. Nimishga chiqaramadi? Nimish chiqaramadi? Adadis tillaydi, shuning chiqaramadimi? Xitoy dadan chiqaramadi, shuning tillaydi. Ha? Shuning chiqaramaydi pulni. Endi qupapdi, andiqay, mandiq bu qotil numussizlar, utanmaslar. Utanmasdan yani pul yig'ma deb ko'chib chiqqanini qara. Tilamchilik qilay, tilamchilik ma qizil chirog'da turib tilamchilik qildik emas Suriyaliklar. Shuning o'xshash tilamchilik qil bir liradan tashlab o'tab ketamiz ashlag'imi. Sağım tashlab o'tab ketamiz qatada. Voy peskes, pis divanlar. Qandiq odamning qo'ng'idan tushgan nima deysan haqqasin? Nima degan pislik sen haqdiki, nima degan ishplaslik bu? O'zingni paslashtirib, o'zingni mushunda rezil qilg'ichi. Men Uyg'ur uchun kurash qilyapman, men Uyg'ur uchun xizmat qilyapman. Sata uyangni. Hey, sata, ma'rif sata netchini. O nozgumni satsın qanchini. Bütün Yevropadagilar bayqib qo'ydi aqaslarini. Ha. Qimmidi deb bir gap qilolmaysa. Çünkü oy tiqib qo'ygan pullaringlarni chiqiringlar, saqlab qo'ygan bir millaringni sen chiqa. Sen qanjuqlari chiqa. Ha? Sen chiqa shuni. Nereden saqlab qo'ygan pul bo'ladi? Ha? Aran jenne beqiyotgan Uyg'urlar sana pul chiqirdi. Maqsading nima sening? Utanmasdan numus qilmaydin. Hay, pulni chiqiraylik. Bunda qilib qo'ygan pullarimizni chiqiraylik deb ketibsan ha? De xanaçanga çıkasın netçüğünü setip, öylerini setip çıkasın. Manda çıkırdığa ya manım şu. Yaman hakikatte Amerika verip arz kıldığa şu çıkırşa. Ben mi çıkıray kendimini setip olsun mu? Numus kılmasın pul yığış usulunlarının cıklap ketkin ne akasının ki? Vay köpekler. Vay iştler, keyni düşürdüğün kancık işlerin o sağkasının aşında diyenler. Kaçan bir töttal bizim taşlap bırakı, kaçan bir küçükünü Avrupa'dan bir pullu kepkası bir süngek taşlap bırakı deyip aşında köpektek hoşsan o akasın vakti kege vaktin manmışında. İşçinin kardap ketkenden akasının ki. Manmışında hemen ben eşkar olardı. İşçinin bunçilik karkınma, bunçilik için kardap ketmesin. Ahir kelgan vaqtida ishchingni yo'ritish uchun, ishchingni pokizlash uchun nega ussangda ishching yo'rimaydi sening. Ashunda qarpiti o'lsa, qarpiti qopsa qiyomatda. Sen haqni, haqiqatni, Allohni tunusan, bunu bu sharafsizliklarni qilmaysan. Bunu bütün Uyg'urlarning haqqini yemaysan. Bütün biçare Uygurlarımızın hakkını yedin. Yemedim demeyse. Yedin. İçtin. Hala bir gün kelgen vaxtıda açtaq bir yerinden teşip çıkıdı. İnşallah teşip çıka. Yenim iğir teşip çıktı nispeten inşallah Allah'ın izniyle. Biz Allah'ın bunu sana pul veremdik. Allah'ın laneti olsun sana. Allah'ın laneti sende numussuzluğa,
muş qeyrindaşlarımızның haqqını yegen sen numussuzlarga bolsun. Sen utanmaslarga bolsun. Buningdan keyin pul deb chiqib baqisha sen bir milani.